Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Aksiyador Ijroat Xalq banki payar bukimidan kelganmiz bizlar tuman xizmat markazidan. Bugun shu Navohir mahallasida biz uchrashuv o'tkazishimiz kerak edi tadbirkor bilan. Shuning uchun kelganmiz. Mana shu bank sohasida kimda qanaqa qiziqgan savollar bo'lsa, qanaqadir yordam yoki qanaqadir bank xizmatlarini amalga oshirishda tushunmovchi bo'lsa, biz sizlarga yordam berishga kelganmiz, maslahatlar berishga. Shuning uchun kimda savol bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz biz tushuntirib beramiz. Kimda savol bor? Sultonov Mirjalol kredit bo'yicha Nima kredit? qanday deb chorvachilikka Chorvachilikka naqd puldan. Mirjalol aka bugungi kunda Xalq banki tomonidan moliyaviy ko'mak 100 degan kredit produktimiz bor. Jismoniy shaxslarga beriladi. 3 yilgacha muddatga 6 oy imtiyozli davr bilan yillik foiz 25% jismoniy shaxslarga garov evaziga beriladi. Garovga biror nima bormi? Avtomobil. Bo'ldi, o'sha bizga ikkita mulkingizni qaysi birini bizga bermoqchi bo'lsangiz, avtotransport vositalari bo'lsa, ishlab chiqarganiga 5 yildan oshmagan bo'lishi kerak. Noturar yoki turar joyingiz bo'lsa, uni biz ko'rib sizga aytamiz. Bizga aytsangiz, murojaat qilsangiz, arzini 3 bank ish kunida ko'rib chiqib, biz sizga javobini aytamiz.